Ramil Almamedov. Yaxshi vaziyat. Qanday vaziyat? Gol! Giovannidan zarba. To'p oldinga yetkazib berilyapti. Uchrashuv favoriti sifatida OKMK e'tirof etilyapti. Turnir jadvalidan kelib chiqqan. Hozir samarqandliklar hujum tashkil etmoqda. Vaziyat zarba va ustun. Eshonqulov to'pni yerga yetkazib berdi. Zarba darvoza tanlash to'rtlik Dinamoda. Maqsad mag'lubiyatdan qutulib qolish. Yana Menezes tepsa bo'ladi zarba. Farif. Zo'r pas. Yaxshi imkoniyat. Hisob esa 2-1. Yaxshi Menezes bu safar yaxshi harakat. Hozir kim tepada to'pni? Imkoniyat berilarmikan? Menezes to'pni o'zida ushlab turibdi orqaga. Tomonidan tashkil etildimi? Deyarli bo'sh edi darvoza. Qarang, deyarli emas, mutlaqo bo'sh edi. Antonio Lucas to'pni amalga oshirmoqda. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Zarba. Taym oxirida Dinamo imkon qadar gol bilan tanaffusga yo'l olmoqchi. Darvoza. Hoppa! Judayam kuchli zarba. İç-içidan men tushunmadingiz deb ketayotganda chiroyli orqada qoldirganda raqibini. Ortga Yunusov Menezes qani tepsi bo'ladi. Yaxshi qaytgan to'p. Yana bir imkoniyat. Yaxshi kombinatsiya, zarba. Dinamo mana shunga harakat qiladi. Zarba bor, birinchi zarbani ham aynan mana imkoniyatni nishonga oldi. Mana bu biroz xavfli edi ikkala tomon uchun ham. Rais pas va hisobni ochdi Din. Samarqand. Pas. Bu qanday gol? Ko'kragi bilan uryapti hozir. Mana. Chiqqan sariq Mehroj Yunus. Mehroj raqibning nisbatan ancha keskin o'ynagandi. Chiroyli kombinatsiya Dinamoda. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. O'ng qanotga uzatma va gol. Zarba. Giovanni de Souza. Dinamolikda Oxirgi daqiqa Menezes xavfli vaziyat. Dinamo G'alabaga rus bo'lish kerak. Bu yerda esa mana yana bitta gol. Simankas. tashkil etilgan o'yinchilardan biri muhim bo'lgan. Juda ham muhim. Oho! Imkoniyat bor, zarba yo'q. Almamedim markazga kelib to'pni sherigiga yetkazib beryapti. Zarba yo'llanadi va bu zarba Zarba bor. To'pni sherik uzatish bo'lsa juda noaniq. Menezes mana bu yerda a'lo darajada o'ynadi. Safar mana qarang, zo'r qoldirib berdi. Safar yetib bordi. qarshisiga chiqarib yuborib raqib hujumini to'xtatgan edi. Bu yerda esa Sousa Rouha zarba yo'llanadi. Futbolchilari variantlar izlashmoqda. Himoyadan chiqishda va bu safar chiroyli tarzda o'tib ketyapti samarqandliklar. Xavfli vaziyat, zarba. Qanday kechadi? Samiyev chiroyli uslubda qoldirmoqchi bo'ldi sherigiga. O'yinchi raqiblar darvozasiga 14 ta to'p kiritgan. Ixtiyor Robiyev, Herbert, Oliveira de Jesus Souza va Qolyapti o'yin tugashiga. Menezes. Dinamo hujumda Yunusov. Yana Menezes qidiryapti va
variantlar tepsa bo'ladi. Chap oyoqda. Yana to'p bilan Murodqulov oldinga, yaxshi bu yerda Zochabr bilan tushirib harakat. 3-raqam ostida Asadbek Fozilov. Bugun Fozilov darvozani qo'riqlayapti. Menezes. Eshonqulov zarba. Vakillari to'p bilan to'p chiziqni tark Xo'sh. Yaxshi. Zarba yo'lladi. Zaza soldi, ishonchli o'ynadi. Menezes to'p bilan fint ishlatishga esa to'p bilan ajoyib harakatlar. Samarqandliklar to'p olib qo'ydi. Gal. U paslarni ajoyib ijro etadi. O'zi juda kam gol uradi. Hozir dallar Yaqqol ko'zga tashlanadi. Mana o'sha taym avvalida birinchi bo'limda taym avvalida Dinamo hisobni ochganda taym yakunida Olsar javob berdi. Xonjon Hamroyev Dinamo imkoniyat, zarba yo'llandi. Sal noqulay. Zarba Karimov. Ikkinchi raqamda Oqjigit Abdiyev 6. Natija berish mumkinligi edi. Boshlandi. Darvoza almashib olishdi. Bilasiz, ko'k libosda Dinamo, oqda Maksam Chirchiq. Dinamoning hujumi zarba noaniq. Soni ko'paydi. Darvozabon bilan to'qnashib ketgan ham ekan. Yigirma 3 soniya. Farruh Muzaffarov. Ishlayapti o'yinda ikkinchi hakam to'g'rilab olmoqchi bo'ldi. Hop, zaxiradan kimlar tushishi mumkin? Hayotjon Karomatov, Qosimjon Safarov, Daliyev tepib yubormoqda. Yana ikkinchi qavatda yaxshi o'ynadi Dinamo. Menezes. Yaxshi pas, qoida buzilmadimi? Aniq pas, Dinamoda imkoniyat, xavfli bo'lishi mumkin. Nigmatov. Menezes bermadi to'pni. Aksincha, Elbek To'lqinov ikki raqib Qurshovga kirib bordi va yiqildi, jarohat olgan bo'lishi mumkin. Dinamo esa qarshi hujumga o'tib ketdi. Zarba Leandro Rocha Batista